Man ko'pchilikka qiziq bo'lgan mavzu: yangi magazinim yoki kafecham remonti uchun qancha pul ketdi? Keling, bu javobdan oldin avval qisqa qilib o'zimni tanishtiraman. Ismim Abdulaziz, 19 yoshdaman va Abiz Baker brendi asoschisi. Bu mening hech kimning moliyaviy yordamisiz ochayotgan ilk kafeteriyam yoki shirlik do'konim. Yanvar oyida rejamda yo'q joydan shu magazinning ochilishi boshlanib ketdi. Hamma singari menda ham bunaqa katta ishdan avval qo'rquv bo'ldi, lekin Allohga va tajribamga suyanib tavakkal qilib ish boshladim. Hamma narsa почти noldan bo'ldi. Patolog, sanuzel, xonalarni bo'lish, shpaklyovka va xullas hokazo juda ham ko'p ishlar. Kafeim uchun ranglar va dizayn o'zimning ideyam bilan tayyorlandi va aynan rang masalasi meni juda ko'ngildagidek rangni chiqarish uchun hatto do'konlarga borib rangini o'zim tayyorlatib keldim. Undan so'ng esa eng qiyin ishlardan biri xolodilnik vitrinalar va mebellarni hal qildim va magazin remontini qilib bildimki, hech qaysi ish arzonga bitmas ekan. Bu mas'uliyatli ish men o'ylaganimdan-da murakkab va mas'uliyatliroq ekan. Lekin aniq bilaman, har bir mehnatning rohati bo'ladi. Hozirda do'konimiz o'z faoliyati bilan mijozlarni xursand qilib kelmoqda va yana rasxodli ishlar sekin-sekin to'ldirilmoqda. Aytgancha, do'kon uchun ketgan xarajatlarni video opisiyanasida yozib qoldirdim. Bu magazin 19 yoshimda o'z kuchim va katta mehrim bilan qo'ygan qadamlarimdan biri. Orzuyimdagi kabi ochilgan joyim o'zimga juda yoqadi. Sizgachi mening didim va tanlagan dizaynim yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiring.